Assalomu alaykum. Dunyoning har qaysi joylarida yashayotgan muhtaram vatandoshlar, aziz qarindoshlar, hammanglarga fidoyli do'stinglardan o'tib salom, fidoyli ikrom, xush kelibsizlar. Bugun yana qarindoshimiz Abdulazizning biroz ish chiqqanligi uchun kechikib qoldi. Birozdan keyin kirdi. Oraliqda vaqtinglarni olmaslik uchun programmani boshlayveramiz. E'londa berilgandek 52-sonimizda Qur'ondan nazar programmamizning 52-sonida Qur'on Karimdagi Tavalla tabarra, ya'ni al-vala vel bara degan kalimadagi hukmni qayta o'rganib chiqamiz inshaalloh. Chunki kunimizga qadar Qur'onni va islomni, Allohning dinini aslidagi manbadan o'rganish nuqtai nazari bilan har bir ma'noni tutgan vaqtimizda, har bir so'zni tutgan vaqtimizda uning hukmining asli ma'nosini biz o'rgangan ma'no emas ekanligini yo'ritib kelyapmiz. Bugungi temaning albatta siz biz o'rgangan aslidagi kallamizga o'rnab ketgan ma'nodek chiqmaydiganligi aniq. Shunga diqqat berishingizni umid qilamiz. Programmaga aloqador savollaringiz bo'lsa, albatta so'rasangiz bo'ladi. Ekranimizda Kerim ustoz. Assalomu alaykum, xush keldilar. Aleyküm selam. Qanday ahvollar, Tismatullah? Yaxshi, hammaga Allah kuch-quvvat bersin. Yolg'iz bo'stirman bu yo'lda Allah aqllarga bildirgan tirishchanliklar bilan izlanib topgan shu yo'lda mahkam turib kelayotganliklaridan qarindoshlarimizningki manfaatdor bo'layotganligi aniq. Bugungi temaning inshaalloh hammalarning ichki dunyoda uchun manfaatli bo'lishini umid qilamiz. Marhamat, al-vala vel bara kalimasini biz zaten qanday tushunsak, qanday o'rgansak to'g'ri bo'ladi. Bu vaqtda ma'lumot berganlar. Marhamat. Assalomu alaykum. Dunyoning har qaysi joylarida hurmatli qarindoshlar, hammanglarning shu vaqt xayrli bo'lsin. Bugun shu al-vala vel bara degan shu mavzuga to'xtalamiz. Buniki lug'at ma'nosi al-vala deganning o'zi do'st tutish, yaxshi ko'rish degan ma'noni ifodalaydi. Vel bara deganning o'zi ayrilish, dushman tutish yoki bo'lmaydi. Yoki g'azablanish degan nurg'unlagan ayndaq ma'nolarga to'g'ri keldi. Endi buni bu alayda bir kitob. Al-vala vel bara deganni bir necha yuz bet keladigan bir kitob ekan. Bu kitobniki qisqacha bir shu al-vala vel bara degan ismga asosan yamanchiq shariatnibdi bu. Do'st tutish degan qandoq, dushman tutish degan qandoq degandek shunday ma'nolarni aytilgan. Uning nurg'unlagan rivoyatlarni, Qur'onning bir qism oyatlarini keltirgan. Shuning uchun men shu kitobniki shu al-vala vel baraga bo'lgan ma'nosini tushanchisini qisqa qilib buni nim qilaman, bayon qilaman. Undan keyin Qur'on bunga zodi al-vala vel baradagi barani Qur'on qanday tushundirdi? Oyatdan uni o'zi dalil keltiraman. Qur'on orqali uni tushunamiz. Al-vala vel bara deganning o'zida uni tarjim qilib, uni tushuntirib shu kitobda al-vala degan so'zning o'zi musulmon bo'lmagan kofirlarni, yahud nasoralarni va boshqa yoki bo'lmaydi ahli sunniy vel jamoa bir mazhabida bo'lgan bo'lsa, ahli sunniy vel jamoa mazhabida bo'lmaganlarni va ularniki qilayotgan harakatlarini, ularniki ibodat qilgan, ya'ni ibodatlarini, diniy e'tiqodlarini va har qanday narsalarning o'zini dushman tutish ma'nosida ishlatgan buni. Yani bu yerda bo'g'zi degan kalimani ishlatgan, al-bara degan kalimadan bo'g'zi degan g'azablanish degan ma'noda, muadat degan kalimani ishlatgan. Muadat deganning o'zi dushman tutish degan ma'noni ifodalaydi. Bara degandan endi bara shu yiroqlashish, yaqinlashmaslik, hozirgi o'limalar birliginiki bizga bergan fatvosi shu, yiroq turinglar deb shu baraning o'zini beribdi zaten. Mushundaq o'zi ma'noda ishlatgan. Ya'ni bir odam musulmon bo'lsa, musulmon bo'lmagan har qanday dindagi insonlarni
düşman tutuş, onun o'ziga nafrat bilan qarash va undan yiroq turish va uning bilan hattoki muomala qilmaslik, so'zlashmaslik degandek mushundaq o'zi ma'noda buni al-bara degan mushuni shundaq ifodalagan. Hamda al-vala degan degan vaqtda al-vala deganning o'zi musulmonlar bir-birini do'st tutish. Ya'ni bunday vaqtda u musulmonlarning ichiga kirgan vaqtda bir mazhabdagilar ahli sunni va jamoa deydi hozir, u mazhabdagilar o'zaro bir-birini do'st tutish degandek endi hozir bu bizniki nemimizdagi nurg'un jamoatlar asosan Uyg'urlarning ichida shu ahli sunni va jamoa deydi o'zini. Shunga qarta ahli sunni va jamoani misol keltiryapman. Endi u Şia deymiz, Rafiz deymiz, shunga o'xshash har xil o'zi nima mazhablimi o'zniki, yani o'zniki mazhabidagi insonlarni yaxshi ko'rish, do'st tutish degandek shundaq ma'no ishlatgan, shundaq degan bo'ladi deb tushuncha bergan shu nimaning o'zida o'zining kitobida qisqa qilib aytgan vaqtida. Bununla Qur'on-i Kerim'den ayet keltirgan bu degan vaqtda ayet keltirgan. Ayetning o'zini buningda Mumtahin suresiniki Mumtahin suresining o'zi 7-oyat, 7-8-oyat deymi. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahima vallazina ma'ahu iz qalu liqawmihim inna bura'u minkum ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. degan bu oyatning o'zini dalil keltirgan. Endi bu bir o'zi mazmundagi oyatniki bir qismi endi. Bu yerda faqatla shu musulmonlar boshqa musulmon bo'lmagan insonlarning o'zini boshqa dindagilarni dushman tutish, ularniki ibodatxonalari va ularniki ish harakatlari, ular bilan o'zi do'st bo'lish qatorliq ishlarning har qanday nafrat bilan qarash, g'azab bilan qarash degan ma'noga ishiltish uchun bu yerda Ibrohim alayhissalom haqidagi shu oyatning o'zini misol qilib, Ibrohim alayhissalom sizlarniki, ya'ni o'zining qavmiga men sizlardan va sizlarga ibodat qilayotgan narsalardan zerikdim. Men sizlarga ishonmayman. Va bada baynana va baynakumul adava. Biz bilan sizlarning orangizda bundan keyin adovat, dushmanlik va nafrat paydo bo'ladi degan mushu so'zning o'zini mushu kelimalarni nim qilib dalil qilib ko'rsatgan. Asosan mushu bir Ibrohim alayhissalomniki haqidagi mushu oyatlar bir qancha yerda shuning o'zini bayon qilgan. Bundan bilib olamizki, bizniki hozirgi vaqtdagi ya'ni qarindoshlarimiz boshqa insonlarni ichiga singdira olmaslik tip sabab nima degan vaqtda musulmon bo'lgandan keyinlar musulmon bo'lmagan insonlarni dushman tutish, uning o'zi nafrat bilan qarash, uning o'zi g'azablanish har qanday ishida va uning bilan o'zi hech qanday ish birlik qilmaslik va uni muomala qilmaslik, so'zlashmaslik hattoki uni yaqin yo'lamaslik o'xshash shunday o'zi prinsiplar mush kitob bo'lganligi uchun u insonlar nima deydi degan vaqtda shunga asosan o'ziniki e'tiqodiga o'xshamaydigan e'tiqoddagi insonlarga nafrat bilan dushmanlik bilan qaraydiganlar shundan paydo bo'lgan degan gap. Endi bunga Qur'oni Karim nima deydi? Qur'oni Karimda endi oyatniki bütün endi shu sura Mumtahinaniki 4-oyatdan 9-oyatgacha hamma endi bir mazmundagi oyatni hammasini kelgan chaqda buniki ma'nosi nima chiqadi degan vaqtda yana shu boyqa oyat yana qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim vallazina ma'ahu iz qalu liqawmihim inna bura'u minkum wa mimma ta'budun min dunillahi kafarna bikum wa bada baynana wa baynakumul adawatu wal baghdau abadan hatta tu'minu billahi wahdahu illa qawla Ibrahim li abihi
لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء degan mush oxirsidagi Rabbana alayka tavakkalna degan bu duodan tortib buning o'zini hamda bular mushuning o'zini nim qilyapti endi dalil qilyapti. Bu yerdagi bir kelima var bu yerda va bada baynana va baynakum mul adavatu vel bagdau degan bu kelimani u yer qo'llanmoqlik. Yani insanlar bir insan kafir bo'lgan insonlar kelgan vaqtda uningga qarshi turish, uni dushman tutish nima sababdan bo'lish kerakka degan vaqtda orliqda dushmanlik paydo bo'lgan vaqtda, ya'ni u ilqi kafir bo'lgan qavm yoki o'zining bo'lmagan qavmning o'zi yana bir qavmga dushmanlik qilish darajasiga yetgan vaqtda u orliqda uning g'azab bilan yoki dushmanlik bilan qarash Allah Taala belgileyen bir prinsip ekanligini bu yerda bayon qilmagan. Bu nimaning o'zida bu el-bara el-vala vel-bara degan kitobda. Faqatla bu yerdagi biz sizlardan va sizlar cho'qinayotgan narsalardan bezor degan mushu oyatga asoslanib lekin uningdan o'zi biz kafirlarni ko'rgan chog'da ulardan nafratlanishimiz ya kafir yahud nasara bo'lsin ya buddist bo'lsin har qanday ya'ni islomniki din islom ya'ni musulmonning sirtidagi har qanday bir dindagi insonlarga yoki o'zining mazhabida bo'lmagan insonlarga nafratlanish, g'azablanish, uni dushman tutish bu Qur'oni Karim mana shunday belgilagan deb ular shunday qaragan. Va lekin bu yerdagi eng muhim nuqtani tashlab o'tgan. U nuqta nima degan vaqtda orasida dushmanlik paydo bo'lgan chog'da dushman tutish. Ya'ni ikki millat bir yerda yoki bir ikki davlat bir yerda yashagan, masalan, bu Isroil hozir Falastinni misol qilsak joyida keladi. Ashunga o'xshash ikki davlat bir yerda turayotgan vaqtda ikkisi bir-biriga dushmanlik nazariyasi bilan yoki bir-biriga o'q etib dushmanlik paydo qilgan vaqtda orliqda dushmanlik yo'l qarash bu o'zi Alloh taolo belgilagan bir narsa degan gap. U amaliyotda ham masalan bizni bir millat besib olsa, hozir misol Xitoy bizni besib oldi. Besib olgandan keyin u bizning dushmanimiz bo'ldi degan gap endi. Alloh taolo buni deyapti. Ammo bu yerdagi narsa nima degan vaqtda oxirsida oyatniki 8-oyatda la yanhakumullahu anillazina lam yuqatilukum fid-din va lam yukhrijukum min diyarikum en teberruhum ve tuqsitu ilayhim innallaha yuhibbul muqsitin degan mush oyatning o'zini yani oxirgi mushu jumlani to'liqlaydigan ma oyatning o'zini hech qanday yerda keltirmagan. Bu asl nima degan bo'ldi desa, Alloh taolo sizlarga dushmanlik qilmagan, sizlarga urush qilmagan, sizlarga nafratlanmaydigan, ya'ni sizlarga dushmanlik nazaridan qaramaydigan insonlarning o'ziga sizlar dushmanlik qilishga bo'lmaydi. Ularni dushman deb tutishingga bo'lmaydi. Ular qarshi turishinglar bo'lmaydi dedi Alloh taolo. Va ularning yurtlaridan chiqarib o'tishinglar bo'lmaydi va ularga yaxshilik qilishinglar bo'ladi. Ya'ni ularga garchi boshqa dinda, boshqa mazhabdagi insonlar bo'lsa-mu yoki boshqa millat bo'lsa-mu, sizlarga dushmanlik qilmagan va sizlarga hech qanday o'zi diniy nuqtadan hech qanday nafratlanmagan bundaq bir insonlarga bir jamiyat yashagan bo'lgandan keyin ularga yaxshilik qilishinglarni Alloh taolosini to'smaydi deydi Alloh taolo. Bu Qur'onning o'zida yana. Va tuqsitu ilayhim va ularga adil muomala qilishinglarni Alloh taolo to'smaydi. Allah adil kishilarning o'zini yaxshi ko'radi deydi. Ya'ni bu yerdagi narsa nima degan vaqtda bir oyatni bir yerdan uzib lekin musharmanat kafirlarni dushman tuting degan deb lekin o'zi kafirlarni yoki o'zining e'tiqodiga o'xshamaydigan e'tiqoddagi insonlarning o'zini dushman tuting degan deb lekin berib o'zi bilan hech qanday aloqasi yo'q. Faqat diniy e'tiqodi boshqa. Bo'lmasa uningga hech qanday bir dushmanlik yo'q. Insonlarni diniy nuqtadan, ya'ni o'zi mening dinimiz sening dining o'xshamaydi degan ba'no bilan uni dushman tutishni Alloh taolo cheklaydi degan gap. Hozir biz masalan hozir bu nimada bo'libmish Turkiyaning o'zi nima deydi desa, Falastinliklar bizniki diniy qarindishimiz,
o dini qarindishimiz bo'lganligi uchun biz Yahudlarga yonboshlab bo'lmaydi deydi. Bu bir biz ikkilisi yonosish yoki o'zi ikkilisi qarshi turish degan bir narsa bizda mavjud bo'lmaydi. Nima uchun degan vaqtda ular ikkilisi bizniki dushmanimiz emas. Hem dostumuz Yahudlar emas. bizning dushmanimiz emas. Bu nima o'zi Falastinlik bizning dushmanimiz emas. Ikkisi bir inson. Hem bizniki u yer adil turib nima gap qilgan yerimiz nima degan vaqtda nohaq yulvatgan insonlar ichi ağırtışımız bu o'zi normal bir ahvoli. Nohaq odam o'lmasligi lozim. U yerda o'zi bo'layotgan qos taraf o'zi nohaq o'ltirgan bo'lsa, buniki nohaq ekanligini, bu to'g'ri bo'lmayotganligini biz o'ttirib qo'yish bu bizniki vazifamiz. Va lekin uni dushman tutish bizga to'g'ri kelmaydigan narsa degan gap. Chunki ular bizga Yani undaq bir mecburiyetimiz yok. He? Undaq bir mecburiyetimiz yok. Undaq mecburiyetimiz yo'q. Faqat halqi sirtdan da bizniki uningga hech qanday bir daxl ta'riz qilaligidek kuchimiz yo'q. Undaq bo'lgandan keyin uningga noroziligimizni bildirish. Misol, aşağıdaki biguna o'ltirilayotgan, mayli u o'layotgan biguna o'layotgan insonlar qaysi dinda bo'lishini qat'iy nazar, qaysi millat bo'lishini qat'iy nazar, biguna o'ltirilayotgan insonlarniki xato o'ltirilayotganligini, biguna insonlarni o'ltirishning xato ekanligini bizning deyishimiz, bu bizning vazifamiz degan gap. Ammo bu yerda biz diniy nuqtadan chiqib, bizniki o'zim va o nima Falastinliklar bizniki biz öyle bir dindagi insonlar, bu bizning do'stimiz, buni yonboshlashimiz kerak. Isroil o boshqa dindagi insonlar, uni biz o'zi dushmanlik nazariga qarashimiz kerak deyish bu butunlay xato degan gap. Nima uchun degan vaqtda bu yerda Allah Teala zulüm kılıngan insanniki dinini sürüştü kılmak Kur'an-ı Kerim'de. Hiç bir kandak bir insan buluşunu kat nazar, qaysi dinde, qaysi mezhepte buluşunu kat nazar, o kandak bir yerde zulüm uçursa bir insan, bu Müslüman olsun ya gayrimüslim olsun, o yani bir insanniki zulüm karşı duruş vazifesi var diyen gap. Şu vazifemiz, şu mecburiyetimizni ada qilish uchun, insonlik nima mecburiyetimizni ada qilish uchun bu yerda biz beguna o'ltirilayotgan yoki beguna zulm uchrayotgan insonlarga ichimizni og'irtish va zolimga bo'ldi aniga o'zi zulm qilsang bo'lmaydimi, zulm qilgan to'g'ri bo'lmadi deyish vazifamiz bor degan gap. Ammo uni o'zimizga dushman tutib olish u to'g'ri bo'lmaydi degan gap. Yana o'zi sura Hujuratniki 7-8 oyatida va'lamu anna fikum rasulallahi law yuti'ukum fi kaseerin minal amri la'anittum walakinnallaha habbaba ilaykumul imana ve zayyanahu fi qulubikum ve kerraha ilaykumul kufra vel fusuqa vel isyan ulaikumur raşidun diyen muş ayetinin özüm Allah Teala deydi. Bu o'zi insonlarniki yaxshi ko'rish, yomon ko'rish haqidagi bir hukmni bizga ifodalab, insonlar bir insonning o'zini, yanadagi hech bir o insonga ziyon yetkazmagan bir insonni yomon ko'rish emas, inson agar o'zi iymon etgan bo'lsa, o iymonni yaxshi ko'rish, kufrni yomon ko'rish, yomon ishlarning o'zini, axloqsizlikning o'zini yomon ko'rish va isyon, gunoh ishlarning o'zini yomon ko'rish bu insonning vazifasi degan gap. Ya'ni buningda nima chiqadi degan vaqtda kufrni yomon ko'rish deganning o'zidan, ya'ni bir musulmon bir odam musulmon bo'lish bilan u musulmon bo'lgandan keyin kufrni yomon ko'rish uning tabiiy bo'ldi. Ammo buningdan kofirni yomon ko'rish degan ma'no chiqmaydi degan gap. Kufrni yomon ko'rish deganning o'zi u bir musulmon inson musulmonlik kufrga zid endi. Unda bo'lgandan keyin tabiiy holda u odam kufrni yomon ko'rdi degan gap. Yani Allohni inkor qilishni, payg'ambarni inkor qilishni, kitobni inkor qilishni, oxiratni inkor qilishni, malaikani inkor qilishni yomon ko'rdi degan gap. Bir musulmon bo'lgan inson.
Hem bu yerda nima degan vaqtda buningdan o'ziga hech qanday dushmanlik qilmagan, o'ziga hech qanday o'zi g'azablanmagan, adovat tutmagan, orliqda hech qanday dushmanlik paydo qilmagan bir kofirni yomon ko'rish bu o'zi Qur'oni Karimdagi mazmuni uyg'un kelmaydi degan gap. Ya'ni biz bir jamiyat yashayotgan vaqtda yerimizda qo'shnimiz kofir yoki yahudi yoki nasara bo'ldi endi. Masalan biz Yevropada yashayotimiz, Yevropada bundaq ishlar nihoyat ko'p. Biz musulmon bo'lishimiz o'raldi kunda tufida buni o'ziga tupurib ayirimiz qo'shniga. Bundaq qilishning o'zini Alloh taolo hech bir zaman o'zi bizga to'g'ri qilmaydi degan. Biz ashunaqash kofir bo'lmaslikning o'zini, ya'ni kofir bo'lib qolmaslikni o'zimizga vazifa qilishimiz lozimki, ya'ni kufrni, ya'ni ashunaqash anadagi kufrni o'zini yomon ko'rishimiz lozim. Ya'ni kofir bo'lgan inson emas degan gap bu yerda. Biz boshda Arlıqda Qur'ondagi narsa baynakumul adavati vel bag'do deydi-da. Baynakumul adavati vel bag'do deganning o'zi oraliq dushmanlik, oraliqda qarshilashish bo'lmagan shart ostida u kofirni yoki boshqa dindagi insonlarni yomon ko'rishga sizlarga yo'l qo'yilmaydi degan gap endi. Shu nuqtada misol shaytonni oranglarda dushmanlik paydo bo'ldi degan ibora bilan tarjima tushunadigan-da. Misol shayton bilan oramizdagi ziddiyatmi, e'tiqod sababli ziddiyat-ku misolan. Unda emasmi? Misol inson bilan shaytonning adovatini bir şey tushlamsa o zaman bu vaqtda. Shayton u bir nima emas, u bir ayrim bir maxluq emas, bu bir e'tiqod bu-chu. Ha. U bir tushuncha. Misol shayton degan kelimaning o'zi ozg'unlik degan gap bu. Aha. İnneme şeytanu nimada şeytan sizlarniki uch qashqar dushmandir deydi-ku. Ha. Bu yerdagi shayton nima degan vaqtda ozg'unlik sizlarning uch qashqar dushman degan gap. U mana qo'lida menga yurgan bir narsa sizning uch qashqar dushman degan gap emas u. Ozg'unlik sizniki vujudingdagi ozg'unlik sizlarning dushman degan gap bu. Bu müşahede baştan ayak bir balalarca bir nimbakim bizde düşünüveliş. O her nesli bizdeki nesli diye vaqtda her nesli bir cisim aylandırıp o cisimi karşı duruş. Aşinakine. Şekil bu. Allah Teala ne deydi işte? Yani bu şeyde küfür ne? Ayetinin özü ileyhumul küfre vel pusuka vel isyan deydi. Küfür ne? Pusuk. Pusukның özünü yani ahlaksızlıkını ve isyan ve cinayet işleşinin özünü. Bunun özünü sizlere yaban körtüğü kıldı deydi Allah Teala. Bunu yani özü bunun ne mana çıkırdıysa bir adam Müslüman bolsa o adam Allah buyurgan işini yaxşı görüdügan, Allah toskan işini yaman görüdügan boladı deyen gap endi. Bunu bildirdi. Şunun için bu yerdeki narsa nima degan vaqtda biz küfrdan kafirni, pusuqdan fasiqni, isyandan asini chiqarishimiz xato degan gap. Yani baştan ayağa bulvatkan fiil emas, fail emas, fiil. Fail emas, fiil bu yerdeki narsa. Yani bir adam ben to'g'ri adam bo'ldim, to'g'ri adam bo'laman desa, u odam nima qilish kerak vaqtida? Xatolikni yomon ko'rgan bo'lish kerak. O men to'g'ri odam bo'ldim degan odam berib xato odamga mushasi bo'lmaydi degan gap u. Sen xato odam kelsa, seni urmayman deb uning o'zini urish u odamga to'g'ri bo'lmaydi degan gap. U odamning xatoligi o'ziga. Shuning uchun bu yerga narsa nima degan vaqtda bir odam to'g'ri odam bo'ldim desa, u xatolikni yomon ko'rgan bo'lish kerak. Bir odam men musulmon bo'ldim desa, kufrni yomon ko'rish kerak. Kafirni emas, kufrni. O kafirga nasihat qilgan odam bo'lish kerak, ya'ni yomon ko'rmay, uning chiroq nasihatini bu kafirni iymonga da'vat qilgan odam bo'la olish kerak degan gap. Undaqda insonlik nuqta nazari bilan elib aytgan chog'da bir kafir bilan bir musulmonning insonlik darajasi yana o'xshash bo'laveramda. İnsanlık elbette o'xshash bo'libdi. Bu ikkisi inson tutsa, Allah'ning nazarida shundaqmi? Allah'ın nazarida o'zi Allah deydiki Qur'oni Karimda inna akramakum indallahi atqakum deydi. Bu Allah'ın dergahidagi hurmat sazogar bo'lgan inson kim o desa,
xatolikdan saqlangan inson, ya'ni to'g'ri ish qilgan insonlar hurmat sazovor bo'ldi degan gap endi. Ben bu mushuk programını başlagandan tartib bayqagan narsam biz shuki, ko'rsatkichi bilan ko'rsatilgichi formulasini yig'dik uni. Payg'ambarlarni, sahobalarni, undan keyingi imom, ulamolarni tutib olamizda, shuning ismlarini shunga eslab olamiz, shuning peshiga eslab olamiz. Asli u emas, ular ko'rsatgan narsaga eslashimiz lozimkan deganni o'rgangan bo'ldik mushuk programda. Aynısı, yani o bir plus olsa, hozir minus sonlarni o'rgatgan bo'lsak, agar birinchisi plus bo'lgan bo'lsa, hozir minusdan desak, undaqda cheklangan xato ishlar, xato e'tiqod, xato fusuq, fasiq sharkatlar, cheklangan ishlarning hammasini yani odamni emas, uni qilg'uvchini emas, balki shu ishning o'zini, shu xato ideyani, shuni nima qilishimiz kerakligida ko'radigan narsamiz u keyin hisobda. Chunki Alloh taolo Qur'oni Karimda her inson o'zini kontrol qilish, ya'ni her inson o'ziga o'zi ega bo'lish, o'zini kontrol qilishga buyurdi. Birinchi qadamda. Shuning uchun lakum dinukum valiyadin degan oyatni ashlan qartada boshqa insonlarniki e'tiqodi qarta faqat to'g'ri narsani so'zlash, to'g'ri narsani yetkazib qo'yish vaziyatimiz bor. Ammo u yerda sen kofirkansan, yahudkansan deb uni bekor turgan insonga mushak deb uning dushmanlik izhor qilish bu butunlay xato degan gap. Shu Alloh taolo bu yerda mana bu yuqorqi oyatning o'zidami bunun qo'shni nurg'a oyatlar adolat haqida, adolatni insonlar orasida adil bo'lishini Alloh taolo buyurdi. Bu nima degan gap desa, insonlar orasida adil bo'lish deganning o'zi bu yerda faqat musulmonlarni nazarda tutmaydi. Bizniki hokimiyatimiz aslida qanchalik insonlar bo'lishidan qat'iy nazar, uni qanday din, qanday e'tiqodda bo'lishidan qat'iy nazar, hammasiga o'xshash holatda adil muomala qilish Alloh taolo ko'rsatgan yo'l degan gap. Shuning uchun bu yerda Muşunun özüm mesela ve zeyyene fi kulubikum nima ve kerrehe ileykumul küfre vel fusuqa vel isyan diyen muş ayetinin özümü bu insanlığa verilgen şahsi bir hususiyet. Yani ikinci bir adam demez, her adam özü ega oluş. Yani sen eğer Müslüman bolsan, sen öz küfrünü yaman görüşün gerek. Pusuq, yani özü pusuqning özünü fasıqlığı yaman görüşün gerek ve isyanning özü yaman görüşün gerek. Asi buluşunu yaman görüşün gerek diyen gap. Yani bu yerde Avrupa'nın neyimiz aştaq bir nasi var, bir adam cinayet ötkazgan bolsa, o cinayetini berip, mağa koyunun öz cinayet ötkazıp, muşöyle bir koysak bizim cinayetçi olumuz. Nimişqa degan vaqtida o cinayet ötkazdi, o adam ötkazdi, onu devlet nem qiladi, sotlaydi. Sendeki onu hakaretlash hech qanday haqqing yo'q degan gap hamdi. Ular nereden olgan bu g'arb davlatlar onu desa, Qur'ondan olgan narsalar hammasi. Qur'onni bular yaxshi o'rgangan. Buning uchun her odamning qilgan o'ziga bo'ladi, o'ziga bo'lgandan keyin bir odam bir yomon ishni qilsa, voy maznaxon deb uni tukirib, haqorat qilib, uni qo'ng'i tepib, undaq qilishning o'zi o şunu qilgan odam jinoyat o'tkazgan bo'ldi degan Qur'onniki hukmiga asosan. Shuning uchun o jinoyatni hukumat uniki jinoyatchiniki jinoyati qarta bir jazo berishga olib ketayotgan vaqtida uningga azob qilish, azob qilsa bir odam, u azob qilgan odam jinoyat o'tkazgan bo'ldi degan gap. Bu yerda uni savob ishni qilgan bo'lmaydi. Yani bu hozirgi El-Vala vel-Bara degan kitobni to'liq o'qib ketgan qarindoshlarimizni ham tutib olgan yeri nima degan vaqtida o'sha sura Maidniki 51-oyatdagi ya ayyuhallazina amanu la tattakhizul yahuda wan nasara awliya ba'duhum awliya'u ba'd ve men yetevellahum minkum fe innehu minhum innallaha la yehdil kavmez zalimin degan oyatning o'ziga esladi. Bu yerdagi bu oyatniki tiginin özünü bilgen vaqtida bu Peygamber Aleyhisselam zamanında Peygamber Aleyhisselam nimaga musulmonlik qarshi o'zi
ish tutgan, musulmonlikqa qarshi o'zi harakat qilgan, kofirlar ish birligi qilgan yahudlarning o'zini yahud nasorolarni ko'rsatyapti bu yerda. Unda bo'lgandan keyin dushman taraf turib, uning dushmanlik izhor qilgan insonlarni Alloh taolo bu yerda bularni sizlar do'st tutmanglar deydi. O'zinglarga yaqin tutmanglar deydi. Bunda bo'lgandan keyin bu yerdagi narsa nima degan vaqtida biz o'zimizga chaqilgan, o'zimizga dushmanlik qilgan insonlarni dushman hisoblash bu normal bir ahvol. Alloh taolo yo'l qo'ygan bir o'zi usul, ammo bizga hech qanday dushmanlik izhor qilmagan, insonlikni izhor qilayotgan bir insonlarga berib, biz o'zimizga uni dushman tutib, "Ma o'zi musulmon emasga, yoki ma mening mazhabim emasga" deb o'tirib, uni o'zini dushman tutish, bu Alloh taolo ko'rsatgan al-vala degan o'zi bu hukmga to'g'ri kelmaydi degan gap. Ya'ni yig'ib aytgan vaqtida al-vala val bara degan bu ikki kalimadagi ma'nosi nima degan vaqtida yig'ib aytgan vaqt Qur'oni Karimdagi shu umum mazmunga asosan Alloh buyurgan ishlarni yaxshi ko'rish, Alloh to'sgan ishlardan yiroq turish degan ma'noni bildirdi. Yani Allah Teala Kur'an-ı Kerim neymi işini kılışkı buyurgan bolsa, onu yaxshi ko'rgan odam, onu söyleyen adam, Türkçede aytgan seve qilimiz deydigan. Aşındaq o'zi qiladigan insonlar, bu o'z Allah Teala Qur'onda bayon qilgan al-vala degan o'zi nimaga mavzu to'g'ri keladi. Vel bara degan so'zga vaqtda Allah Teala qilmanglar degan ishlarning o'zini qilmaslik. Allah Teala qilmang degan ishning o'zini yaxshi ko'rmaslik, ya'ni uningdan yiroq turish. Buning o'zini Allah Teala nima deydi Qur'oni Karimda vel bara deb o'zi bayon qiladi yani. Agar moshunda bu shu hozirgi tushunch bo'yicha aytgan chog'da bir yomon odamdan yomonlik yuqib qolmaslik, undan neri to degan nasihatning asosi bor bo'lgan bo'ladi. Va masalan bizni ozg'un deb e'lon qilganlar bizning ishimizni xato deb fatvosida yoki o'zining tushunchasida shunday his qilgandan keyin shu xatolikdan uzoq turish maqsadida bizdan uzoq turgan bo'lsa, o zaman onun ajda qilishi yo'lda qo'ygan bo'ladi. Ammo bu halqi sportning yiroqtu deganning o'zi u halqi ma'vasil degan so'zning o'zida bu savolda iymoniga ishonch yo'q odam deyotgan gap. Yo'q, bu yerda bo'ldigan ishdan xatolikdan uzoq turish uchun xatolik qilgan kishidan uzoq turish biraz mantiqqa uyg'un bir ish deydi. Biraz to'g'ri bir ish. Chunki yomon yo'liqsan, yolish yo'qdi, qozon bo'lsan qarshi degan ajdodlarning bir nasihatlarim bo'ladi. Bu şekilde o'ylagan vaqtimizda shu to'g'ri ekan. Lekin xatolik nerede desa, beshida bitib ketdi. O biz xato deb aytadigan yoki nafratlangan narsa, shu sen xato deb qaragan tushunchaga yoki ish faoliyatlarga bo'lish kerak, odamga emas degan fikr. Mishad masala ko'rilyapti. Shu to'g'ri. Hozir dushman mishad qilib qo'yib qina halol, bizimiz haram degan gaplarni qo'rqmay deydi-da, halol haromning Alloh tarafdan belgilangan bir huquq ekanligini bijan qarab qo'yadi. Biz muhim masala bu desak, unga diqqat qilmayapti. To'g'ri. Mishada Jalol Rumiyning bir so'zi borki, kim bo'lsang kel, insonlar bo'lsang yetar, hammangga men quchoqlayman degan bir shaklda bir beytlar bor. Odamni hurmatlash yuzasidan. Qur'ondagi mazmun shu. Bu Qur'onda Alloh Qur'on nurg'iyadi bor. Vallohu la yahdil qawmal zalimin, qawmal kafirin degan o'zi nurg'ilgan ashta oyatlar bor. Alloh taolo kafir qavm hidoyat qilmaydi, zolim qavm hidoyat qilmaydi degan oyatlar bor. Bu nimani bildiradi desa, Alloh insonni qashg'irib, dinni tushuntirmaydi, tushuntirish orqali o'zi insonni hidoyatga qilmaydi. Peygamberin kitabını bergandan keyin o peygamberga an deyapti. Men qilmayman, o işi sen qilsa, sen beri şu kafirlarga Qur'onni tushuntirsa, şu zalimlar Qur'onni tushuntirsa, ashtaq qilish orqali bu dinni uni tushuntirish orqali dinga olib kirsa degan gap. Bu nuqtani aytgan vaqtda o dinga ishonch, ya'ni e'tiqodiga ishonch qiladigan, dinni yaxshi tushungan insonlarniki o yomon insonlarni qashig'i berishi hech qanday uning zarar keltirmaydi. Hatto u odam belki şunda hata yo'q insonlarni qashig'i berib,
bir taldan ikki taldan gap qilish orqali uni balkim to'g'ri yo'lga boshlab kelishi mumkin. Orası. Onun için bu yerlik narsa nima desa, u odamning tushanchisida to'liq bir islom shakllangan bo'lsa, uning hech qanday bir qo'rqish bo'lmaydi. Bir odamni qiyshiq vosib ezib ketib qoldiqish bo'lmaydi odamda. Hmm. Bir mesele olurduğun bala anısından soraydıken balaga anısı nasihat qilib, bala falanca yaxshi bala emas, adamga yaxshi adam bilan o'ynash kerak degandikan, avvalo qopab, u eskimi, ha debdi. Men yaxshimi, ha debdi. Undan so'ng u men bilan o'ynasa degankan, bu bir yumurda, ammo mohiyat farqi bor. U eskilar o'ynamaymiz, lekin yaxshilar o'ynashga ruxsat bor-da. Yani Doğru. şu çağ yaxshiga o'zgarib ketish mumkin yani. Elbette, elbette. Hem de bu yerda yana bu halkı nimede muşlardaki elvela vel baradaki yeni bir nesli bu yerda hazır dinni ikkiga parçalayıp işleri var. O nima degan vaqtda Allohning kitobi ayrim bir din, payg'ambarga nisbat berilgan, payg'ambarga chaplangan rivoyatlarni ayrim bir din qilib olaylik. Ya'ni nurg'un qarindoshlarimiz o'qigan, dinda o'qigan qarindoshlarimiz ertadan kechga shu rivoyatlarning o'zini o'qish orqali men dinni tabliq qilyapman deydi. Buning o'zimi ham bu al-vala vel bara qatoridagi bir narsa. Nima uchun degan vaqtda Allah'ın kitabını mayna qarib qo'yib, undan bari bo'lib, undan jiroqlashib, payg'ambar qilgan yoki deganligi aniq bo'lmagan narsalarni din qatorida o'zi hisoblab, uning o'zini din deb tabliq qilish, bu o'zi Allohning dinidan jiroqlashtirishniki, xato dinga yaqinlashtirishniki bir o'zi vosib qolgan. Shuning uchun bu yerda bunda qarindoshlarmi bu sohada yana kitobda baki bu narsa bundan diqqat qilish lozim. Bunun qarta Allah Teala Qur'on-i Kerim Sura Niso'ning 150-52 oyatigachilik innallazina yakfuruna billahi va rasulihi va yuriduna ay yufarriqu baynallahi va rasulihi va yaquluna nu'minu bi ba'zin va nakfuru bi ba'zin va yuriduna ay yattakhizu bayna zalik sabila. Bu acayip hem de bir hikmetli bir ayet hem de bu. Ayetinin hemmesi zaten alameti okuğa vakti adam her katım okanca bir şunda yeni bir mana verdi buçu. O işindekine. İnnellezine yekfurunu billahi ve rasulihi. Allah'ınki elçilerine işenmegen ve Allah ile Allah'ın elçilerinin arasını ayırmakçı boğan ve yekulune nu'minu bi ba'din ve yekfuru bi ba'din. Biz onunki yani Allah'ın peygamberlerine onunki düşügen kitaplarındaki bazı işinimiz deyişilen bazı kafir olumuz diyen ve şunun arasında Allah'ın kitabı ile Allah'ın peygamberindeki elçilerinin arasında bir tal yolunu tutuşunu maksat kılan adamlarga Allah Teala'nın deydi ulaike humul kafiruna hakka deydi. Yani bunlar hakik kafirlar deydi. Ve atadna lil kafirine azaben muhina. Muşundak kafirlar biz nihayeti ahanetlik azabını tayyorlab qo'yamiz deydi Allah Teala. Şunun için bu yerlik narsa nima degan vaqtda Allah'ın dini ayrım, peygamberinin dini ayrım emas. Allah Teala evetken din neymiş şu vaqtda? Kur'an-ı Kerim. Peygamber yapmangan din neymo? Kur'an-ı Kerim. Başka hiç kandak bir narsa emas o yerda. O yerda biz Allah'ın dinini ayrım kılıp, andaki peygamber öz digenligi, kıgallık eniq olmagan bir özü gumani bir rivayetini ekilip, onun özünü biz din kılışımız, o işkitni aralashtirib, buğday uni bilan qo'noq unni aralashtirib tursak, javan bo'ladimi nima? Javan bo'ldi. Javan dindan beni qilib qo'ysak, u vaqtda u din hech qanday narsa yaramaydigan gap. Alloh taolo bundaq odamlarni nima deydi desa, ulayka humul kafirun haqqa deydi. Mana bundaq odamlar haqiqiy kafir bo'lgan odam deydi. Shuning uchun biz bu rivoyatdan o'tganda deyildi uning o'zi
Qur'oni Karim to'g'ri keladigan yerlari bor. Uni o'zini to'g'ri deymiz. Zaten dunyoda qilayotgan ish harakati, har bir odam qilayotgan ish harakatlari, so'zlarining ichida Qur'oni Karim to'g'ri keladigan, to'g'ri kelmaydiganlari bor. To'g'ri keladiganning o'zini to'g'ri deymiz, to'g'ri kelmaydiganni, to'g'ri kelmaydigan narsani xato buni deymiz. Shunday arishqa bo'ladi. Ammo hech bir zaman o Allohning kitobining sirtidagi narsani ma'u din yoki ma'ni diniga aralashtirib qo'yay deyish bu butunlay xato degan gap. Ya'ni Allohning diniga hech qanday bir narsani aralashtirishga bo'lmaydi degan gap. Shuna bir oyat bor, sizlar Allohga dininglarni o'rgatib o'tamsizlar dedigan. Bu. Bu hamda 52. oyatda وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللّٰهِ وَرُسُولِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ أُولَٰئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أُجُورَهُمْ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُورًا رَحِيمًا degan oyatning o'zida ikkinchi jumlamizning mazmunidagi nemisandi. Alloh va Allohning elchilarining orasini arib etmagan bundaq odamlarga Alloh taolo ularning ajrini yaqinda beradi deb bayon qiladi. Bularni haqiqatan mu'min deyishga bo'ladi deydi. Bu nima degan bo'ldi desa, Alloh tushirgan din bilan payg'ambar o'rgatgan din, payg'ambar amal qilgan din bir din deb bilish lozim degan gap. Mushunda bilgan odamlar mu'min bo'ladi degan gap. Bundan boshqa nima, qanday narsa kerak ekan bizga? Ya bunda aqllar o'ylansak, payg'ambar alayhisolamni Allohning darsiga eshik qo'yaylik-da. Albatta, Jamiyatım tamamda matrafga Alloh deb yozdi, ashna ulug' matrafga Muhammad deb yozdi. Ashta qildi. Endi namozlardan tartmasa shu salom aytish, salom misol Madinaga berib ziyorat qilgan chog'da salom aytadigan, salom qiling deydigan nimalar bor-da, shu ibodatlar bor hamda. Assalomu alaykum ayyuhan nabiyyu va rahmatulloh deb masalan namozdan shunday tashahhudlarda o'qiymiz. Yani aşığını da qarasak o'lib ketgan kishiga asli bu to'g'ri emas endi. Yana mana o Sura Ankabutniki 51-52 oyatida nima deydi desa, "Avalam yakfihim anna anzalna alaykel kitaba yutla alayhim inna fi zalika la rahmata va zikra liqawmin yu'minun" degan oyat bor. Ularga biz tushirgan kitob yetmadimi deydi. Ularga o'zi biz ular o'qilayotgan biz tushirgan kitob, ya'ni biz ular o'qilayotgan hozir shu yoki ular o'qiyotgan bizning tushirgan kitobimiz yoki bu ularga yetmadimi? Bundan boshqa xos din kerak, qanday narsa kerak demoqchi Alloh taolo. Mushu bundan boshqa nurg'unga bunday oyatlar. Yani o'zi Qur'oni Karimda "Fawailul lillazina yaktubuna al-kitaba bi'aydihim summa yaqulun haza min indillahi liyashtaru bihi samanan qalila fawailul lahum mimma katabat aydihim va wailul lahum mimma yaksibun" degan oyatning o'zi shunga to'g'ri keldi. Yani ular qo'llari bilan yozgan narsaning o'zini bu Allohning dini deyishning o'zi degan odamlarning holi voy deydi-da. Bu oxirgichilik ham shu oyat shunday bir ma'noni qildi. Bu nima degan bo'ldi degan vaqtda qo'limiz o'zi yezib payg'ambar vafot bo'lgandan keyin 200-300 yil, 400 yildan keyin o'zi yezib keltirgan narsaning o'zini yana o'zi Allohning dini deganlikning o'zi nima degan vaqtda bu o'ziniki o'ziga o'zi zulm qilgan insonlar qatoriga kiradi degan gap ham bunday odamlar. Chunki bu odamning holiga voy. Ular uni yozgan odamning holiga voy va uni amalda qilgan odamlarning holiga voy. Masalan, bizniki ajdodlarimiz uni yozmabdi, ammo uni amal qildi misolda. Amal qildiki, hozir bizning holimizga nima bo'ladi demdi. Voy olardi. Mana shuni qarab lekin bu yolg'on yo'qdaq narsaga ishonish va uni amal qilish, to'g'ri bo'lmagan narsalarga amal qilishning hammasini nima qiladi desa, insonniki holiga voy bo'lgan narsani olib keladi degan gap. Shuning uchun bu yerdagi narsa nima degan vaqtda biz Allohga nima ishongan vaqtda, Allohning kitoblariga ishongan vaqtda, ya'ni musulmon bo'lgan vaqtda, chiqib aytgan vaqtda
Allah Teala şu Kur'an-ı Kerim'de ibaret şu kitapsızlık yetidi degendikin, şu bizge yeterlikке dep tunuşumuz ve şunu emel kılışımız bu nihayeti tuluq bir musulmonning qildigan ishi degan gap. Ammo uni boshqa narsalarni aralashtirib, uningdan o'zi aralashma din qilsak, u vaqtda u ziyonni Xudo hech qanday ziyon tortmaydi. Ziyonni kim tortadi degan vaqtda o'zimiz tortamiz. Shuning uchun bu yerda el-vala vel baroniki Alloh va Allohning payg'ambarining orasidagi bo'lgan qismi nima degan vaqtda Allah'nınki dinini ayrım bir din kılıp, Kur'an'ın maynağa ep koyup, Peygamber'in dinini ayrım bir din kılıp, o Peygamberimizi kıganmış, diyen elki, mişmiş geplerinin özünü oturup koçunu ekip yügen, net 100 yıl keyin özü koçunu peyda olgan bundak neslerinin özüne din kılıyorlar. Bu özü, bu Allah Teala'nınki, neymişteki özü, bizi ko'rsatgan diniy islomdan iborat bu dinga butunlay to'g'ri kelmaydigan narsa degan gap. U vaqtda nima bo'ldi degan vaqtda mushu yerdagi hozir tabliq qilayotgan narsalar al-valodni o'zi payg'ambarga nisbat berilgan shu yolg'on narsalarni o'zini din qilishning o'zini uning qarshi turgan odamlardan bu rivoyatlarni yiroq turishimiz kerak, Allohning dini bo'lgan Qur'oni Karimga kelishimiz kerak degan odamlardan adamlarni düşman tutuş bu o'zi nihoyat xato bir yo'l degan gap. Yani hozir o'zi shu İstanbulda nihoyat bundaq ishlar o'jab ketishlik, İstanbuldagi qarindoshlarimiz nihoyat bunaqa bak nima deymiz endi? Nafratni ketishlik ammo ash qarindoshlarimiz shu dinning o'zini o'qib ko'rgan vaqtida, Qur'onni o'qib ko'rgan vaqtida o'zining qanday bir yo'lga kirib qolganligini his qilishi lozim. Yana elçilerin oturusunu ayırıp qarash. El-vala vel-bara bunun içindeki el-vala vel-bara varken bu mu özüne ait çok bir cinayet hesaplandı. Misal bizdeki nimimizde bizning peygamberimiz degan bir so'zlar bor. Bizning peygamberimiz degan vaqtda Muhammed Aleyhisselam'ı maqsad qildi. Eğer bir adam Müslüman olsa, bizning peygamberimiz degan vaqtda Allah Teala Kur'an-ı Kerim zikr qilgan peygamberning hammasini maqsad qilish lozim. Bu vaqtda Sura Baqara yana nurg'u yerda bor. Sura Baqaraning shu 285 oyatida Amener Rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi vel mu'minun kullun amene billahi ve melaiketihi ve kutubihi ve rusulihi la nufarriqu beyne ahadin min rusulihi ve qalu sami'na ve ata'na gufraneke rabbena ve ileykel mesir degan mush oyatda o'zi bayon qildi. Yani bunun da Allah'nınki malaiklarga, kitaplarga, peygamber elçileriga hammasiga ishongandan onun hiçbirisiga ayrımçılık qilmaymiz. Hammasini Allah tushgan kitobning hammasini Allohning kitobi deb qaraymiz. Allah'nınki elçilerin hammasini Allah'ning elchisi deb qaraymiz. Deyish bir musulmon, bir mo'min uchun vazifa degan gap. U yerda bizniki payg'ambarimiz, Yahudining payg'ambari, Hristiyanning payg'ambari deyish, yani bu butunlay o'zi islomga zid keladigan narsa degan gap. Yani buning o'zimi A'nın özüne ayrımcılık qarash, başka peygamberlerin özümüzün peygamberi Muhammed Aleyhisselam'ını yani ayrım qarash bu el-vala vel-baradaki nayet hata bir düşünce. Yani al-ne bara dep özünü jirak qarash bu peygamber Aleyhisselam'a el-vala özüne qilib bu nayet yaxshi ko'rgan bo'lib qarash bu o'zi to'g'ri emas. Yani bütün peygamberlerini nayet yaxshi ko'rish ve ularga ishonish bu Qur'oni Kerim bizga buyurgan bir o'zi buyruq degan gap. Eğer biz Müslüman bo'lsak, onun hammasiga o'xshash o'zi qarashimiz lozim degan gap. Endi yuqori degandek Müslümanның arasida yana faqatla kafirlarga, Yahud Nasaralarga emas, Müslümanlarga yaman ko'zli qaraydigan ishlar bor. Misal mazhablar arasida
Ahli sünni vel cemaat misal Şiali bilen çıkışmaydı. Esirlerden biri birisini so'qishib, birisini o'tirib kelayotgan ishlar aşağıda bar misal. Rafiz deymiz, yani nurg'ulg'an mazhablar bor buningda. Cho'ng-cho'ng bir 3-4 mazhab bo'lgan bilan u o'xshash mazhablarni yamanjiq mazhablar bor. Endi buningda her ikkisi o'zini musulmon deb turib, yana o'zi bir-biriga qarshi, bir-birini dushman ko'rish, yani o'zini yaxshi ko'rib, yani boshqa insonlarning o'zini, yani o'ziniki nemasalqi, o'zining mazhabidagilarni yaxshi ko'rib, o'ziniki o'zi bilan bir mazhabda bo'lmagan insonlarni bara qatori, dushman qatorida ko'rish, bu musulmonlar uchun nihoyat ko'p. Uning uchun buning o'zini Alloh taolo qattiq o'zi cheklaydi. Chunki Qur'oni Karimda Payg'ambar alayhissalomga degan so'zning o'zi sen hech qanday bir mazhabda emas deb bayon qilgan. Musulmonlar Qur'onga ishongandan boshlab hech qanday bir mazhabda bo'lmasligi lozim. Faqat Qur'oni Karim ko'rsatgan yo'lda bo'lish lozim. Yani Alloh taoloning mazhabi shu Qur'oni Karim, yani Qur'oni Karimdagi mazhabida bo'lsa yetarli bo'ladi. Boshqa bir ahli sunni vel jamoaning mazhabida yoki Shiya mazhabida deyish bu butunlay xato narsa degan gap. Bu bir ilgari degandeklar o'zimizga dushmanlik qilmagan bir insonlarning o'zini dushman qatorida muomala qilish, yani dushman qatorida ko'rish, bu o'zi bizga nihoyatda Qur'oni Karimning hukmi bo'yicha bir jinoyat hisoblanadi degan gap. Bizga dushmanlik qilgan inson qanday bir din, qanday e'tiqodga qaysi millat bo'lishidan qat'iy nazar, u bizning vatanimizni besib qolsa, u bizning dushmanimiz bo'laveradi. Misol bizning vatanimizni, biz vatanni mustaqil qilgandan keyin bizga masalan Pokistonga o'xshash bir davlat musulmon turqlig'in bizga hujum qilsa, u dini ayrim bir narsa, u bizga hujum qilganligi uchun u bizga dushman bo'laveradi. Hozir bizga Xitoy tajovuz qilib, u bizga dushman bo'lganga o'xshashli narsa u. Musulmon besib olsa, u dushman bo'lmaydigan, kafir besib olsa dushman bo'ladigan bundaq ishlar yo'q. Bu diniy masala emas, huquq masalasi. Yani e'tiqod masalasi emas bunday vaqtida. Huquq masalasi o'g'ashqa bizning haqqimizni, vatandan iborat bu haqqimiz, eng chong haqqimizning o'zini kim o'zi ishg'ol qilsa, uning qarshi kurash qilish, o shu yer egisiniki vazifasi, haqqi degan gap. Shuning uchun do'st dushmanlikda diniy e'tiqod hisob qilinmaydi, faqat huquq hisob qilinadigan gap. Yani bir tarafdan yani musulmonlar orasida hozir jamoat var. Mesela Türkiye'de yamanjiqqa bunda jamoat, hozir Uyg'urlarning ichida bunda jamoat buluqliq. O'sha o'limalarning aqsida har birisiniki aqsida bir qanchadan tatip bir qancha yuzgachilik odamlar ashniki aqsini yurgan insonlar var. Bir mollamni aqsdagi insonlar, yani bir mollamniki aqsdagi insonlarga salbiy qarashli bo'ladigan bundaq ishlar mavjud. Buning o'ziga Alloh taolo Qur'oni Karimda Sura Tövbiniki 30-33-oyatlar oraliqda ittahazu ahbarahum va ruhbanahum arbaban min dunillahi vel mesih ibn Meryem ve ma umiru illa liyabudu ilahan vahida degan la ilaha illa huve subhanahu amma yushrikun degan shu oyatning o'zida bayon qildi. Yani ular o'ziniki ahbar rahiblarni, olimlarni, rahiblarni Allah'ın gayrida, Allah'ın tövündeki Rab o'ziniki alohida insonlarga tutqanligi, Masih ibn Meryemni, yani o'ziniki ilahiy tutqanligini Alloh taolo bayon qilib, oxirsida va ma umiru illa liyabudu ilahan vahida deydi. Ular faqatla bir Allohga itoat qilishga buyurilgan edi aslida deydi. Bütün musulmonlar faqat bir Allohga ibodat qilishga, bo'ysunishga buyurilgan edi. Lekin ular har birisi bir mollamni aqsiga kirib olib, yani bir mollamni aqsiga kirib olib, birisi Payg'ambar alayhissalom ani qilgan, mani qilgan deb ashunda qilib yolg'on yo'qda rivoyatning aqsiga kirib o'ltirib, shunda qilgan odamlarni Alloh taolo o'zi bularni to'g'ri bir inson bo'lmaganligini bayon qildi bu yerda. Nima uchun degan vaqtda Alloh taolo payg'ambarning aqsiga emas, payg'ambar chaqirgan dinning aqsiga kirishni o'zini buyurdi. Payg'ambarni nima chaqirdi payg'ambarlar?
Allah tushirgan dinga chaqiriqliq. İnsanlar şu Allah tushirgan payg'ambar bizga yetkazayotgan dinga itoat qilishga buyruqliq endi. Yani mollamlık ergeçmezden bu yerda mollamlar to'g'ri chaqirgan, ya'ni mollamning ko'pinchilari hozirgi vaqtda bizniki bo'libmi Uyg'urlarning ichida uni mazhabga bo'ysundirib Qur'onning o'zini yoki rivoyatga bo'ysundirib shunday o'z dinning o'zini joylashtirib etdiqlar. To'g'ri chaqiradigan mana shunday o'zi nimalarga o'zi to'g'ri chaqiriq, ya'ni to'g'ri chaqiriq degan nima desa Allohniki Qur'oni Karimning chaqirig'i shu. Aş chaqiriqqa kelishga aşnağa boysunuşqa Allah Taala buyurganligini devatadi yani. Yani demek yok anlayımı diye vaqtda kim buluştuğun qat'i nazar oniki degan gepi Qur'oni Karim to'g'ri kelsa onun boysunuş. To'g'ri kelmasa onun boysunmaslik u odamniki vazifasi degan gap. Yani aql turuqlig'in har bir odamda u aqlni ishlatmay mo'shuni degan gap to'g'ri o'xshaydi yoki mo'shu dinni so'zlayotadi, nemalda to'g'ri deb lekin uni oxir kirib ketish Allah Taala o'zi to'sqan bir narsa degan gap. Yani kallamizni eshitib u zot to'g'ri deyotgan bo'lsa to'g'ri. Agar kallamizda o'tmasa, ma'ni o'zi men kallamda o'tmaydi zodi, men nima degan gap deb so'rab, uning o'zini aniqlab, uningdan keyin uning ergishish bu o'zi Allah Taala bizga bergan haq, huquq degan gap. Hamda mushu nimaniki mushunda bo'linishlarniki Uyg'urlar jamiyatida paydo qilgan. Ya'ni biz davomli bu Qur'on nazar programmasida mushu Qur'ondagi bizga bergan yo'l yo'riqni bir qur o'zi ko'rib chiqqandan keyin buniki Uyg'ur jamiyatiga bo'lgan foydasi, ziyni haqida biroz to'xtalamiz. Endi bu al-vala val-bara degan mushu do'st dushman degan ma'no chiqadi asosan. Mush do'st dushmanlikniki Uyg'ur jamiyatiga bergan ziyni nima degan vaqtida Uyg'urlar jamiyatida har xil bani paydo qilish orqali bo'linish paydo qilish. Ya'ni kichkina orada bir o'xshamaydigan bir e'tiqod jihati o'xshamaydigan bir narsa shunday paydo bo'lib qolgandan keyin sen bizni emaskansiz deb lekin uningdan o'zi butunlay yuz yurib, uni dushman qatorida sanash, ana shunday ishlar Uyg'ur jamiyatida nihoyatda mavjud bo'libmi? Hozirgi vaqtda hammasi har shayx o'ziga murid to'plash ishlari bo'lganligi uchun shu murid to'plashga daxl tarz yetib qolsa, u odamga o'zalqi hech qanday din bilan aloqasi bo'lmagan shart ostida dinni mayni qarib qo'yib turib, bir banan tepib, sen murtad, sen murji degan o'xshash bunday banan tepib uning o'zini qilgan ishlar mavjud. Buning o'zi bu Uyg'ur jamiyatiga sog'an ig'ir bir ziyonning birisi. İkinchisi o'zining manfaatini asos qilish orqali millatning o'zini bo'lish, ya'ni bunday vaqtda dinni manfaatga bo'ysundirish, dinni manfaatga xizmat qildirish ishlari nihoyatda ig'ir mavjud. Buningda hozirgi vaqtda shu bolalarga Qur'on kursi degandek shunday narsalarni aytib, andaki o Qur'on kursida o balaning o'zi Qur'on yod oldik, uni qildik, buni qildik deb, shu arab mamlakatlardan pul olib degandek, shu o'zini jannatga beqish uchun shunday qilgan ishlar nihoyat ko'p. Amaliyotda shu Qur'on kursi ochgan mollalarning hech birisi odatda o'zining bolalarini shu o'zi ochgan kursida o'qitmoqlik. O'zi har yilisi 8-10 ming dollar to'lab turib o'zi oliy shunday o'zi kurslar, nimalar, maktablarda o'qitmoqlik. Ammo kishilarning bolalarining o'zini Qur'on yod oldiradigan, rivoyat yod oldiradigan, fiqh o'qitadigan shunday ishlarga silib, ashini ko'rsatib, boshqalardan pul olib, shunday dinni pulga sotadigan bunday ishlar mavjud. Bumi o'zi bizning jamiyatimizga keltirgan ig'ir ziyonning birisi. Chunki hozirgi vaqtda Qur'on yod olish emas, Qur'on degan o'yga necha tonna Qur'onni ekib olsaqmi bo'laverdi. Ammo
bu Qur'onning o'zini yaxshi o'qishni o'rganish va bir par yodlasak bu yetadi. Qolgani hozirgi zamondagi ilm fanlarni o'qish orqali jamiyatga, o'ziga, insoniyatga foydasi yetadigan bir inson bo'lib chiqish bu hozirgi jamiyatniki televi. Shuning uchun halqi bolalarni beğenmeyen insanlarni yaxshi ko'rmaydigan shu Qur'on kursiga yoki bo'lmaydi buni qo'llamagan insonlarni yaxshi ko'rmaydigan, uning har xil bo'xtonlarni chaplaydigan ishlar hozir mavjud. Shuning uchun bu halqi dinni bana qilib o'ziniki shaxsiy manfaat uchun bunda qo'llanish bu o'zini og'ir bir ziyon millatga. Bunun özümü bu millet yaxşı oylanış gerek. Yani bunu ben çıkıp desem hazır, yani texemmim hazır Uygurların arasında bizniki menfaatimizni topçaştı degende qilib bizni nəhayət qattiq eyblab ketayotgan ishlar var. Ahmetcan, uxlab qaldingmi ya? Dostlar ben uxlab qalmay. Yana bir narsa, misal jamiyatda yaxshi o'qigan, yana hozirgi ilm sohasida yaxshi o'qigan shundaq insonlarning o'zini u dinni bilmaganligi yoki diniy olim bo'lmaganligi sababidan uni jamiyatga yetakchi yoki ommaviy tashkilot hozirgi bizniki aramizda tashkilotchilik jiq. Bundaq tashkilotlarga boshliq qilmaydigan jamiyatga insonlar to'g'ri yo'l o'zi ko'rsatishga uning o'zini yetakchi qilmaydigan ishlar nihoyatda avjaliqlik. Bu malqi elvala va barodagi bir nuqta. Nima uchun degan vaqtda o'zidan bo'lmaganlarni yaxshi ko'rmaslik sababidan bo'layotgan narsa bu. Biz bu yerda millat bunu bilish kerak. Millatni to'g'ri yetaklay oladigan insonlarni millat ishning beshga kelishini bilish lozim. U mayli qandaq narsa o'qigan bo'lishini qat'iy nazar. Dinda yaxshi o'qib millatni shunda qutqiza oladigan yaxshi yo'lda yaxshi o'zi bilim egizib ketsa bo'ldi, kelevas bo'laverdi. Ammo o'zi hech qanday o'zi o'to'g'riliq tuzuk yo'lni bilmay, andakin undaq yo'lni xalqarodagi bundaq yaxshi bilimlarni o'qib qolgan insonlarning orqasidan buning xalqi yetakchilikka nim qilmaydigan yetakchilik qilishga to'sqinlik bo'ladigan bundaq ishlarni qilish bu butunlay xato bir narsa degan gap. Ya'ni millatga zulm qilganlik bo'lib hisoblanadi bu. Yana birisi mushu alvala va bara sababidan musulmonlikqa o'zini musulmon chaqlab, uningdagi musulmonlarga yalvasdan bo'lib, musulmon bo'lmagan butun insoniyatga qarshi turadigan mundaq bir narsani o'ttirib chiqarish bu nihoyatda bizniki yana Uyg'urlarning ichida nihoyatda ig'ir bir ahvol bo'lyapti endi. Bu nima ish qilgan vaqtda hozir men aytgandim ko'rdim o'sha nemaning o'zida Facebookda mashlar yozgan bir insonni ko'rdim Istanbulda. Falastin masalasiga Dunyo Uyg'ur qurultayi to'g'ri javob bermaganligi uchun debdimi? Men Dunyo Uyg'ur qurultayidan chiqib ketdim deb chiqqas berem do'psini ko'tarib chiqargandek. Sen mayli Dunyo Uyg'ur qurultayi olsun yoki boshqa bir tashkilot olsun, xalq uchun xizmat qiladigan bir tashkilotning bir dinni bana qilib, diniy qarindoshlikni bana qilib chiqitishing butunlay xato narsa degan gap. Sen dini u yerda o'zi tashqi siyosat dinni asos qilmaydi, manfaatni asos qildi. Uyg'urlar tashqi siyosatda millatniki oliy manfaatni asos qilish lozim. Diniy e'tiqodni asos qilmaslik lozim. Chunki payg'ambar alayhissalom boshliq bütün payg'ambarlarniki davlat qurgan, davlat so'rgan yoki shunday payg'ambarlarning tarixini o'qisa, tashqi siyosatning hammasida davlatning manfaatini asos qilgan. Ichki siyosatda adolatni asos qilgan. Hech bir yerda bundaq bir narsa yo'q. Uning uchun biz bu halqi tashqi siyosat kelgan chaqda, falon o'z bizniki biz bir dindagi insonlar biz osh taraf tumsoq olmaydi emas. Bu vatan millatniki manfaat qa tarafda. Biz manfaatni asos qila olishimiz lozim. Shu vaqtda biz nimani
davlatni qutqiza olamiz degan gap. Xo'sh. Mush ekancha endi men bugun sal qisqaroq tayyorladim bu. İştiyorada o'tadi. Elim 1 soatni ishib ketdi. Mayli o yaxshi ish bo'lsin yoki yomon ish qiluvchi bo'lsin, odam nuqtai nazarida bilib aytgan chog'da qarshimizdagi odam Alloh yaratgan bir maxluq bo'lish sifati bilan yanada hurmatga loyiq bir ob'ekt yani. Shundaqda qarash bo'lishimi? Doğru. Yoki xatoligi uning o'zida emas, ishida, harakatida. He. Endi bu el vela vel bera deganning o'zi nima deymiz? Qur'onda boshqa yerlik oyatlarda lakum dinukum valiyadin deb xulosalayli. Shu oyatniki bir terpendi. Bu nima degan vaqtida har odamniki qilgan ishi o'ziga degan gap bir tarafdan. Yani bir tarafdan endi el vela deganning o'zida biz el veladan Alloh taolo bizga buyurgan narsalarni biz yaxshi ko'rishimiz lozim. Allah vel beradan Allah taolo cheklagan narsalarni biz yiroq turishimiz lozim. Buning o'zini bildirib degan gap. Ya'ni buningda el vela degandilla biz musulmon bo'lgan odamning hammasini yaxshi ko'rishimiz lozim. Albatta yaxshi ko'ramiz inson bo'lgandan keyin. Ammo u musulmon bo'lib qolganligi uchun u yaxshi ish qilma, yomon ish qilsa, u musulmon bo'lganligi uchun yaxshi ko'rish emas. U musulmon turib yomon ish qilgan bo'lsa, uniki yomon ishini biz o'zi yomon ko'rishimiz lozim. Yomon ishi ne bu yerda? Ish qilgan odamga dushmanlik qilib uni nafratlanib, uni dushman tutilgan bunday ish yo'q. Ammo uniki yomon ishini yomon ko'rishimiz lozim. Bir kafir bo'lsa-mu, u kafirni emas, bu yerdagi boyagi oyatdagi mazmunga asosan kafirni emas, uning kufrning o'zini. Misol, kufrni yomon ko'rishimiz lozim. Uning uchun u kafirni qilib olgan chog'da uningdagi kufrning o'zini qanday qilgan vaqtda biz uni yordam qilish orqali uni iymonga keltira olamiz. Uni to'g'ri narsalarni so'zlash orqali uni iymon etishiga yordam qiladigan bundaq holat shakllanishi lozim. Bu kafir deb uni ta'tir qarab, uni dushmanlik saqlab, g'um saqlab bundaq qilish bu Qur'oni Karim cheklagan bir narsa endi. Kafirga emas, kafirlikqa. Yani bu oyatning o'zidimi وَلَكِنَّ اللّٰهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ degan oyatning o'zimi naq ashundan qildi. Endi insonlar bir odam musulmon bo'lgandan keyin u odam kufrni, fusuq, axloqsizlikni va isyon, osiy bo'lishning o'zini yomon ko'radigan bo'lish lozim. Ya'ni uningdan yiroq tura oladigan bo'lish lozim degan gap. Yiroq turgan vaqtda u odam o'zining mo'minlikqa amal qilgan bo'ladi degan bo'ldi. O agar o'zi biz kafirni yiroq turgan ish bo'lsa, kimga yetkazamiz u vaqtda haqiqatdan o'zini, Qur'oni Karimni, Qur'onni yetkazish, o musulmonlikka yetkazamiz bir tarafdan kafirlarniki musulmon bo'lishiga yordam qilish uchun uni yetkazadigan gap. Uning uchun bu yerda Alloh taolo kafirni yiroq turgan emas, kufrni yiroq turgan, fosiqni yiroq turgan emas, fosiqdan yiroq turgan. Ya'ni osiylikni yiroq turgan emas, isyondan, ya'ni osiylikni yiroq turgan degan gap bu yerda. Ben kendi vaqtimda işte to'la nima qilyaptimda bir
sualning ichiga kirib qolgandim. Payg'ambar alayhissalom dastlabda masalan o'z yolg'iz musulmondoshligini ilib keldi. Islom bunday bo'ladi deb. Ondan keyin atrofdagi butun insonlarga da'vat qildi-da. Bu chog'da insonlarningki tarixiy sharoitni ilib aytgan chog'da shu butun xafaliklar bor endi atrofda. Yaxshi odamlar bo'lsinmi, lekin umumiylikqa aylanib ketgan, gunoh maisat bitib ketgan, aroq sharob degan nima ishadigan bunday bir to'plumda vazn-nasihat qilgan bo'lsa, payg'ambar alayhisalom qandoqsiga undaqda u da'vatni qanday yetkazdi agar bir har so'rovga kirmay va yoki bir buzuq insonlarni izlab berib shuni ishkini qilib uning bilan suhbat qilmay qanday yetkazdi buni deb nima qilatdim men ajablanatdim. Bu chog'da bergan javoblari shu chog'da bir qanoatimiz bo'libdi ekan. Hozir borgan sari man Qur'on nuqtai nazari bilan Qur'on manbalik din tushunchasidan o'rganayotgandan keyingi nimamizda hozirgi degandek inson bo'lish sifati bilan zaten butun dunyodagi insonlarni bahashlaymiz. Hammasi inson Allohning yaratgan maxluqoti ashrafil hisobida. Lekin ularningki biz bir xatolikni ko'rgan bo'lsak, o'sha xatolik tufayli u odamni qo'shib uni bilan la'natlab o'tmay, u odamga ish chaqirdi, masalan. Yomon qilibdi, bir xatolikni ichida o'qib qolibdi deb uningga bir esdalik ish chaqirtish hisobi bilan osh xatolikdan o'zimizni qutqazishimiz kerak-da aslida. Albatta. O'zimizni qutqazimiz bir tarafdan, ikkinchi tarafdan agar mumkin bo'lsa, u odamni shu xatolikni qutqazib olish bu o'zi insonlik musulmondoshlik bir vazifamiz degan gap. Bu yerdagi Qur'onniki bizga bergan ta'limoti faqat o'zimiz musulmon bo'ldik. Hem musulmon bo'lmagan butun insonlarni o'zimizga dushman tutish, ularni tapqayar bulan-talan qilish, o'ldirish, nafratlanish, o'zi ko'ziga tukirish bu o'zi Qur'on bizga bergan ta'limot emas, bu chekilgan ishlar bu. Albatta biz o'zi hozirgi jamiyatda har millat, har qanday dinlik insonlar birga yashaymiz. Bular bilan yaxshi o'tish o bizning vazifamiz. Ammo bizniki yana bir vazifamiz bor. Bu yerda biz to'g'ri narsani deyish orqali insonlarni to'g'ri yo'lga chaqirish bu o'zi musulmonlarning vazifasi. Ammo to'g'ri yo'lda mang'an insonlarni davomli ulardan nafratlanib, ularni o'zi jiroqlashib qilish u hech qanday bizga foyda bermaydi. Qur'oni Karim buning o'zini yo'l qo'ymaydi degan buningga. Tamam, yana bir shu ko'rsatilganga emas, ko'rsatilganga qarash nuqtai nazaridan yana bir tarafga bo'lsak, ya'ni bir tartib tarafini, ya'ni yomonlikni ko'rgan bo'lsak, yomonlikni ish harakatini, fa'ilini emas, fe'lni yomon ko'radiganlik emas, fa'ilga nisbatan amal va qutqizish shaklidagi urinishlarda bo'lsak bo'ldi ekan. O'rganganimiz bo'ldi. Masalan, bir aroqkashni ko'rsak, biz aroq ichishdan o'zimizni yiroq tutishimiz lozim. Aroqkashni ko'rsa, aroqkashni yiroq turish emas, aroqkashni qishiq berib, qarindishim buning o'zi mandaq narsa deb uning amalini tushuntirib, uni aroq ichishdan qutqizib qolsak, bu o'zi bizning musulmonlarimizdagi nemiz degan gap. Okay. Qu anfusakum va ahlikum nara. Tamam, undaqda bugun mushunchalik qildi. Abdulaziz birodarma bu yo'l qisqarchilik tufaylidan kechikdim deydi. Bugungi program ulgurmay qoldi. Bu daqi programmani ko'rishamiz inshaalloh. Bizdek aql, ko'z, quloqning haqlari haqida, ustimizdagi haqlar haqida to'g'risini biz inshaalloh dars qilamiz. Bu Istanbulda Islom safarisi bo'lg'achqa vaqt biroz qisqarib kelib qoldi. Oldimizgi soatlik darsimizni inshaalloh ko'rishamiz. Omon bo'linglar. Bo'ldi, Alloh aman. Alloh aman. Assalomu alaykum. Muhtaram qarindoshlar, bugungi program bu qadar bo'ldi. Al-Vala val Baroninki biz hozir qadar o'rganib kelgan yoki qalbimiz singdirilgan nafratni nimaga qilamiz, muhabbatni nimaga qilamiz degan masalada mayli u muhabbatga sabab bo'lgan bo'lsin, mayli nafrat sabab bo'lgan bo'lsin, insonlik nuqtasidan qarshisidagi insonlik muomalasini davom qilganmiz. Ammo qilgan xatoliklarni biz qilmaydiganmiz. To'g'ri ish bo'lgan bo'lsa, uni biz to'g'ri ekan deb o'zimiz o'rganishimizga rag'batlantirdik ekanmiz. Ya'ni
fiil, fail deyiladi arabchada. Türkçe nima? Uyg'urchada ish-harakat yoki ish-harakatni qilg'uchi. Shunga mushu darsning yig'inchoqlangan mazmuni mushu bo'ldi. Savollaringiz bo'lsa, inkas rayoniga inkas shaklida qoldirsangiz bo'ladi. Kelar qator program ko'rishaylik. Omon bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.